Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa, bugun yangi firmamiz obzorini qilib beraman sizlarga. Shu anchadan beri qo'yganim yo'q edi. Sizlarga ana ko'rsatib ketay. Salqin ichimliklarda quyoshda issig'ida sekin ishlar qilyapmiz. Ishimizni xudo xolasa obunachilar dezinfeksiyadan boshladik. Mana fermer bo'lamiz, o'zlari shetdalar. Joylarga kecha svitlarni tushirib o'zimiz qo'ldan kelgancha qilyapmiz. Hormat fermer buva. Salomat bo'linglar. Obunachilar sizga salom yo'llashyapti. Har xil viloyatdan kuzatishadi bizni, podishga qilishadi. Mana akalar, dezinfeksiya ishlarini olib boryapmiz. Xudo xolasa kabellarni montajlashib qo'ydik yoqda. Bizga nima aytadi hali? Nimachalar bo'lsa, homiychalar bo'lsa, shunaqangi videolarimizda suvlarni olib reklama qilib berish xizmatimiz ham mavjud deb qo'ysam, hazil akalar. Hali bizga homiy topilgan yo'q, o'zimizga qilmaymiz. Xo'sh. Mana shu yer akalar, men salqindan turib ko'rsatadigan bo'lsam, mana shu yerdan o'rab, aylantirib shu joyda qildik hozir. Kelib Gedeta bo'lsa 50 metr joy bor radiusda. Oldini to'sdik, xudo xolasa. Mana shu g'ov bo'ladi ichida. Ag'ir suv ham bor. Suvni ham ko'rsatib o'tay sizlarga. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Mana akalar, zo'r suv ichini ochganmiz. Mana shu radiusda bo'ladi. Mana bu narsa bizni haliginimizni g'ozlarimiz sevib iste'mol qilinadigan o't. Xlorella mana. Bu yerda ancha yashaydi hali g'ozlar. Abitiga ham, zavtrigiga ham bir haftalar yetdi bularni. Xlorellani koni. Xlorella deb qilsak, video qo'ysak, kimdir reaska bu, azolla deyapti. Haqiqatan turlari ko'pda buni ham. Reaska ham bor, azolla ham bor, xlorella. Bizga shu o'yin xlorella deganmiz mana. Jonlang sog' bo'lsin akalarni ham. Addishdan qilyapsizlar, xudo xolasa. Obzorlarimiz ham yaxshi ketyapti. Xo'sh. Kimdir firmasi bo'lsa, shunaqangi parrandachilik bilan shug'ullansa, men nomerimni bilasizlar, telefon qilinglar. Borib, sizlarnikini ham obzor qilib beramiz. Chunki nimaga siz vaqtingizdan, uyingizdagi sharoitingizdan oqilona foydalanib turganingizni ko'rsatib beramiz-da, nima deydi? O'zimizning sohada bo'lgandan keyin o'shani paddishga qilamiz har qanaqa holatda. Tushib ham ketdim loyga, borib qoldim. Aloqaga chiqsalaring, mana nimaga chiqargilsalaring, qilib turgan ishlaringizni ko'rsatib xalqqa ochib beraveramiz. Qanaqa holatda qilyapsiz, qanday parrandalardan boqyapsiz, bo'sh vaqtingizda qanday shug'ullanyapsiz, uy sharoitida nimalar qilsa bo'ladi. Ba'zi ko'pchilikka qiziqda, kim nima bilan band, kimdir nima bilandir band. Rivojlanishi, qanday bu bosqichlar borishi, yangi ish boshlay turganlarga ham qaytaga yaxshi nima bo'ladi. Motivatsiya bo'ladi-da akalar. Xudo xolasa o'zimiz masjidni mana ko'chirib olib kelganmiz. Shu 3 kun yo 4 kunda uzog'i dezinfeksiyani 3 kun arqama-ketin qilsak akalar, ko'chirib kelamiz. Montajlari bo'lib qoldi, pashti bo'ldi. Uchuvchi kelsa bo'ldi deb turibmiz. Ana shu uchuvchi kelsa keyin ras qo'yib yuboramiz. Sizlarni ham jonlaring sog' bo'lsin. Paddishkani hatto zo'r qilyapsizlar. Biz ham qo'ldan kelgancha sizlarga xizmatlaymiz. Dezinfeksiyaga nima qildilaring, nima sepdilaring degan savollar bo'lishi mumkin. Dezinfeksiyaga barsdan sepyapmiz akalar, obunachilar. 8 litrlikka barstali 1.4 milllik paketchasidan 3 ta soldik birinchisiga. Nimasini kuchaytirib, nima deydi? Konsentratsiyasini oshirib. Birinchi dezinfeksiya bo'lsa bugun. Keyin 2 ta solamiz ikkinchi kuni. 3-chi kuni bitta solamizda, keyin 4-chi kuni sekin firmani ko'chiraveramiz mana. Joyni kengaytiryapti shunday qilib akalar. Xudo xolasa ishlar rivojlanishi yaxshi, kengayishi.
fermer buvamiz olishyapti. Shtobi. Jo'jalarimizga mana bu yerda joy qilishimiz kerak. Mana shu to'sib oldini, tepasini yopsak, bag'ini yo'l qilib qo'ydik. Mana shu yo'l chiqib turib eshidan chiqadi, shunday ketadi, shu mana shular o'rish kerak-da, bu o'rib tashlabni olib kelishimiz kerak. Mana metlar hozir hali mana bundan changazorga o'xshab tuyulishi mumkin. No. Mana shu o'tlarni yeb tashlaydi, bir hafta qamasa eshatlar yalang qiladi, o'zlari bemalol yuradigan bo'ladi, ochilib qoladi. Biz ishimiz shu olchani taydan chiqqanlarni chopib uysa bo'ldi, chunki buni yemaydi-yu. Yo'q, silivalar ham pishibdi akalar. Mana sizlarda shuni siliva deydimi? Bizda siliva deydi, bizni Shevada, Farg'onada. Voy mashalloh. Akalar, siliva pishibdi, siliva. Jichcha bor ekan. Mayli. Tuzini ko'rib, anavisini aytaman sizlarga. Sizlar Shevalingda nima deydi shuni? Bir kommentariyaga yozib ketinglar. Ta'mi ham yaxshigina. No, lekin jichcha bor. Pishmagan. Hali yugur qilmasam bo'ldi, pishmagan deyapti. Sizlar Shevalingda nima deydi shuni? Bizda siliva deydi. Yozib ketinglar kommentariyaga. Qaysi viloyatdaligini yozib qo'yinglar-da keyin. Shu viloyatda shunday deydi. Farg'onada siliva. Xudo xolasa shunday gaplar akalar. Katta partiyalarni chekka olib kelsak, sizlarga katta video obzor qilib berishimiz kerak. Nima haqida? G'ozlarni kelib chiqishi, qanday parodali g'ozlar, yangi mavsumda qanday parodali g'ozlar ko'payishi, tuxumlashi, ya'ni deganimki, naslchilikda qanday yo'lga qo'yish haqida sirlarni sizlarga ko'rsatib olib borishimiz kerak. Shu haqida video qilaman keyingi obzorimda, xudo xolasa. Shunga ko'chirib olsak, eng birinchi o'rinda 2-3 fermerlar bilan xudo xolasa shuni video obzorini qilamiz. Bu dalaga kelyapsizlar. Chiya bo'lmay, bu tulki-mulki kelmaymi deganlar uchun bunaqangi qilib svitlar qo'yib tashlaganmiz betga, o'rnitga. Yo'lda u yuziga ham ponni qo'yib chiqdik. Yo'lda bu yuziga ham qo'yib chiqdik akalar. Xudo xolasa yoriqqa kelmaydi deyshadi-yu. Kelmas, keladigan bo'lsa ham biz shetda-yu. Xlorinlarni qaranglar, qoni. Maza qiladi. O'ga qo'yib yuboramiz, kech-kech yuraveramiz o'zlari. O'ynab kulib. Xudo xolasa jonlar sog' bo'lsin sizlarni ham akalar. Rahmat. Uchalik. Shu yaqin o'rtada agar o'sha parrandachilik bilan shug'ullanib turganlar bo'lsa, biz obunachilarimiz shu kuzatib turishgan bo'lsa, kelinglar, mana manzilimiz Farg'ona viloyatida, Dang'ara tumanida. Kelib, ketdi ukadinglar, menga aloqaga chiqinglar, borib uylaringdagi shu parrandalarni chiroyli qilib obzor qilib ko'pchilikka qo'yamiz mana. Xudo xolasa bizni 9000 ga yaqin YouTube'dan, Instagram'dan 6000 ta, jami shu 15000 ta odam qo'llayapti. Ozmuncha odam emas, shuning uchun rahmat hammalarning poddeshkalarga ham, xudo xolasa hammaga yetkazib berishga, kerakli narsalarni, kerakli ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Jonlar sog' bo'lsin akalar, sizlarni ham. Biz rivojlanishdamiz, sizlar ham to'xtab qolmanglar. Biz bilan birga boshlaganlar hozirgacha mana telefon qilib bunday deb o'zi deyarli ancha qo'llari kelib qoldi. Yaxshi shogirdlar bir ikkitasini qo'ydik-ku. O'shalarimiz xudo xolasa shogirdlar. Yaxshi, bizdan ko'rib manfaatimiz tegsa, foydalansalaring biz xursand bo'lamiz. Jonlar sog' bo'lsin akalar. Aloqaga chiqaverasizlar, har qanaqa holatda ham telefon qilishyapti, ko'pchilik obunachilar telefon qilishyapti, maslahatlar so'rashyapti. Rahmat. Biz sizlarga har qanaqa holatda vaqt ajratamiz. Hech tortinmanglar, telefon qilinglar. Shunaqa narsa yo'q, bunday bemalol so'raylar. Men bo'lmasam dadam. Shetdamiz akalar. Jonlar sog' bo'lsin sizlarga ham. Rahmat. Addushi. Asa xursand bo'lyapsiz, addishgan ayamayapsizlar. Obuna bo'lmaganlar shunday obunachani bosib, laykchani bitta qizartirib qo'ysalaring, biz xursand bo'lamiz. Shuni o'zi yetadi. Kommentariyaga kirib istagan so'zingizni yozib keting. Mana firmamizni boshlanishiga xudo xolasa chiroyli so'zlarni yozib ketsalaring, bizga ham motivatsiya bo'ladi akalar. Issiqlarda to'xtamayman ishlayveramiz biz ham. Charchamanglar, jonlaring sog' bo'lsin.
Xudo xolasa, keyingi video obzorlarda ko'rishguncha deb qolaman akalar. Shu bilan firmamiz obzori tugadi. Endikisi ko'chib kelganimizdan keyin bo'ladi. Jonlar sog' bo'lsin. Ko'rganda ko'rishguncha akalar. Jumallar aka vaqt. Sog' bo'linglar.